Assalomu alaykum. 60 yumurtqali inkubator ko'rsatyapman mana videoda. Ko'rishlari shunday. Paneli только temperatura ko'rsatadi. Knopka Z установка plus-minus kiralik sifrani qo'yamiz. Temperaturani mana avaskop jandiratran 220 svet o'chib qolsa 12 voltga ulaymiz. Mana bunday korobkada keladi mana. Jengillar 3 kilo 4 kilo gabaritlari. Komplektatsiya mana Üçü mananday baklashka unutilgan idishi bar. Korpuslari 4 manday razbornik keladi. Bu zamoklari bar va ulanadi bir-biriga. Setkasi bar. Jo'ja shuni ustunda chiqadi. Latogi bar. Latokni trubkalari bar mananday. Shuni sborka qilamiz. Mana penoplastlar утеплитель bo'lib ishlaydi. Mana astindagi, mana o krishkaning ustundagi. Endi ichindagi komplektatsiyani ko'rsataman. Pasporti bar. Mananday klapan krishka baklashkani mana suv chachatadigan tuxumni ustiga 220 zimi mananday shlankasi bilan baklashka o'rnatiladi mana. Mananday bo'lib suv podacha vodiga ishlatiladi. Mana 12 voltlik kabeli qanday sborka qiladi, qanday ishlatadi, shularni videoda ko'rsatib berayin. Mana korpusi mananday raskladnoy keladi. Mananday zamogi bar mana. Mayada mana kirgiziladi, ketib turib zamokda ushlab qoladi. To'rtta burchakda o'shunday qilinadi. Manday korpus, 4 burchakli korpus cho'g'iladi mana. Endi latoklari bar mana. Trubka latoklar mana rassifnoy bo'lib keladi bular. Hozir tovuqni tuxumiga turadi. Manday qo'yib turib, hozirkiga qo'ysa bo'ladi. Manday qo'yib turib, bedenenikiga qo'ysa bo'ladi. Shunday regulировка qilinadi. Hozir tovuqniga qo'yib qo'yamiz. 3 oy idishi bor suv quyadigan. Mana o. Mana ularda ulaymiz ikkosini. Mana shlangasi bilan jambashda. Mana deydi. Suv beradigan podacha vodi sistema. Mana oga ikkosiga suv quyamiz. Jiluroq suv quyamiz 40 gradus. Lim qo'yib turib. Quygandan keyin mananday baklashkasiga ham quyib turib, klapanlik mananday klapanni o'rnatamiz. Kiyizib qo'yamiz mana. Kichkina baklashkani ishlatingiz, cho'ng 1 litr, 2 litrlar antarilib ketadi. Shunday qilib turib, tuxumlarni mana qilib joyamiz mana. Bar yo'qqa mana Xudo qalasa 60 ta sig'at. Mana shunday teriladi. G'oz, o'rdak, bedana, tovuq qanday bo'lsa ham tuxum teriladi mana. Yumurtqani qo'ydik 60 ta. Yumurtqa suvni qo'ydik 2 oy idishga. Baklashkalarda mananday o'rnatdik ikkosiga ham. Mana 3-chisini 19-kuni ulanadi. Suv quyiladi bunga. Hozir quyilmaydi 19-kungacha. 220 ga uladik mana. Tablosi ishlayotadi. Mana 12 voltlik kabel plus qizili minus qarasi. Mana o montaj qilinib akkumulyatorga kelgan zimga ulanadi. Mana karakatirchilar qo'rg'ashga ulanmaydi. Tablos mana janda. Endi qiladigan ishimiz mana plus minusni birday 5 sekunddan oshiq bosib turamiz. Akkuratna qilib mana 8 bo'lib ketdi. Zbros qildik bu. O'zgarishlar bo'lsa, nimalari bo'lsa, ошибкалар bo'lsa, barisini zavodskoy nasoy tushadi. Hozir mana uстановка mana 37 ga zavodskoy uстановкада 37. Birinchi juma 7-kungacha biz hozir temperaturani 38 ga qo'yishimiz kerak. Men tablitsani ham beraman sizlarga. Shunday bo'lib turish kerak. 7-kuni bu temperatura 37-8 ga tushiriladi. 12-kuni 37-6 ga, jo'ja chiqishni boshlaganda 37-2 ga, vlažnost mana 3-idishni suv quyib turib, mana uni ulaymiz, baklashkasini qo'yamiz. Shunday qilib ishlatiladi. Mana setka 19-kuni ishlatiladi. Buni ustunda jo'ja chiqadi. Mana latoklarni ustiga qo'yiladi mana. Setka qo'yib, jo'ja tuxumlarni o'sha teramiz. Tergandan keyin jo'ja o'shaning ustunda chiqaveradi.